Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz uchun O'zbekiston reproduktorlar uchun quvonchli kun. Nimaga desa, bugun biz har yillik 3-kongressimizni ochyapmiz. Bu kongressga dunyoning barcha nufuzli davlatlaridan mehmonlarimiz kelgan. Ya'ni reproduktorlarni eng dodalari desak, o'zbekcha aytganda, ya'ni shu sohani eng ulug' va dunyoga mashhur bo'lgan mutaxassislar yig'ilishdi. Yig'ilishimizdan maqsadimiz birinchi o'sha dunyodagi hozirgi o'sha reproduktorologiyada bo'layotgan yangiliklar bilan tanishish, har bir o'sha davlatdan kelganlar o'zini tajribasi bilan almashish, o'zida kuzatilgan natijalarni e'lon qilish va hozir bilasizlar butun dunyoda sun'iy intellekt ishlatish yo'lga qo'yildi va bu sohada juda qattiq ildam qadamlar ketdiki, bir paytlar bizlar uchun fantaziya deb aytgan narsamiz bugun bizni fanimizga, bizni sohasimizga kirib keldi. O'ylaymanki, mana shu birinchi pionerlar buni ortidan shunaqa xalqaro sertifikatga ega bo'ladigan, xalqaro menejmentga ega bo'ladigan va tibbiy o'sha nimani xizmatlarni dunyo darajasida, o'sha Yevropa, Amerika darajasiga yetkazadigan klinikamiz kundan kun va yildan yil ko'payib boraveradi. Yaqin kelajakda bizlarni hech qanaqa chet elga chiqib yurishimiz emas, masalan, chet eldan bizda arzonroq ekan, xuddi shunaqa ekan deb tibbiy turizm bo'yicha bu yoqqa kelishayotganini guvohi bo'lamiz. Спасибо большое. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Добро пожаловать. Далимурат Саатович, можно с вами рядом постоять? Даже не начали, мы уже начали танцевать. Давайте. Сегодня праздник. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь? Таких ученых, как вы. Давайте не считать, что за жизнь без всей холоды. На востоке, что за небо без луны. Осталось лишь что-нибудь после меня. Вечный забор, это любовь. Это любовь моя, это любовь. Узбекская народная песня «Динуни». Bugun mana kongressimizning 3-kuni, birinchi kuni bir nechta pre-kongress programmasida biz ko'p sohalar bo'yicha endoxirurgiya,
genetika, embriologiya, reproduktologiya, andrologiya bo'yicha prekongress o'tkazganmiz. Mana kecha asosiy kun edi kongressimizda. Hamma yoqda to'la bo'ldi. Onlayn bu kongressimiz to'g'risida xabarlar berib turdik. Bugun mana 3-kuni ertalabdan mana 8dan kongressimizni ishi boshlandi. Bir nechta sessiyalarda o'ylaymanki bu hamma reproduktologlarimiz uchun, akusher ginekologlarimiz uchun juda katta informatsiya kelyapti. Ilm oshirish, dunyoda bo'layotgan o'sha ne ilmiy ishlar bor va nimaga hozir yetishganmiz va shunga qarab turib o'zbekcha aytganda soatimizni ular bilan birga tenglashtirib olyapmiz. Oldimizga yangi vazifalar qo'yapmiz. Vazifalarimiz birinchi o'sha sun'iy intellektni reproduktologiyaga kirg'izish, dunyo miqyosidagi bo'layotgan ilmiy ishlarga, protokollarga qo'shilishib, ya'ni ko'p markazli tekshiruvlarga o'sha qo'shilishib, birgalashib ilmiy o'sha himoyalar qilish, ilmiy maqolalar chiqarish va qilayotgan ishlarimizni ular bilan birga davom ettirish kelishib oldik. Bu juda yaxshi bo'ldi. Kechqurun biz barcha o'zimizni o'zbekcha shu odatimiz bor, mehmonlarimizni chaqirib, ularga o'sha kechki dastur berdik. O'zbekistondagi eng o'sha mashhur artistlarimiz kelishdi, qo'shiqchilarimiz kelishdi va o'zlarining san'atlari bilan bizni mehmonlarni kecha xushnud qilishgan. Hammaligisi ko'rishib bergan baholigisi bizni shu tashkiliy qilgan ishlarimizga va xalqaro kongressimizni yuqori o'sha nimada o'tayotganligini, urovenda o'tayotganligini qayd qilib aytishdi. Kelgusida keyingi yillarga yanada bundan kengayib kelayotgan mehmonlarimizni o'sha soni oshib va juda dunyoni barcha nuqtalaridan o'sha o'z kelish niga o'zligisidan o'sha taklif bildirishdi. Inshaalloh o'ylaymanki bu amallarimiz hammasi amalga oshadi va kelgusida yanada ham qatorimiz ko'p kengayaveradi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz yaqinda ko'p doktorlarimizni Xitoyga olib borib keldik. Maqsadimiz shularni ilmi va hayot shu yordamchi texnologiyalardan olayotgan o'sha ilmlarini bir-biri bilan taqqoslash, eshitib ko'rish, ya'ni bizani o'sha qilayotgan protokollarimizni, ayniqsa stimulyatsiya uchun qilayotgan protokollarimiz Xitoydagi olimlar bilan birga ko'rishib, ya'ni ayniqsa andrologiyada bu bizlar bir nechta andrologimiz borib kelishdi. Sohasida buni o'sha qo'llash to'g'risida bir proyekt qildik. Inshaalloh mana bu yan o'sha nimada O'zbekistondagi asoschisi o'sha nimani kompaniyani представительствоsi bizda shu preparatlar orqali qanaqa natijaga erishyapmiz, Xitoydagi o'sha do'stlarimiz orqali solishtirib ko'rdikki, bizani ilmiy o'sha natijalarimizni, jurnallarimizda mana chiqayotgan ilmiy maqolalarimizni hammasi qanchalik haqiqatga yaqin va bu preparatni o'sha yangi qo'llanganda protokollarni bir-birimiz bilan kelishib oldik. Inshaalloh o'ylaymanki, yana kelgusida qilayotgan ishlarimizni, ilmiy ishlarimizni davom ettiramiz va bular bilan birga ko'p yillar birgalashib bir-birimizga hamkorlik qilamiz degan umiddaman. Rahmat kompaniyaga. Reproduktologiyani rivojlantirishda juda asosiy narsalardan bittasi biza shu ishlatadigan mahsulotlarimiz hisoblanadi. Endi shu mahsulot qanchalik sifatli bo'ladigan bo'lsa va arzon bo'ladigan bo'lsa, bizda oxirida shu bemorlarimizga qilayotgan yordamlarimiz arzonroq va sifatli amalga oshadi. O'zi asosiy katta bizani qiladigan o'sha yordamchi reproduktiv texnologiyalarimizda ishlatadigan narsalarimiz bu o'sha qo'shimcha eko yoki eksiga ishlatadigan bizni materiallarimiz. Bu yerda
punksiya qilish uchun, misol uchun o'sha kateterlarimiz yoki bo'lmasam transfer qiladigan kateterlarimiz bor. Bular eng sifatli. Endi men tanishtirmoqchi, Said bizni do'stimiz, O'zbekistonga eng arzon, sifatli o'sha yordamchi texnologiyada ishlatuvchi materiallarni yetkazdirib beradi. Buni ko'pincha расходный material deb aytishadi. Endi shu sifatli mahsulotlarning hisobiga bizni o'sha себестоимость ekoni ancha arzonlashtirib boryapti. Said yana O'zbekistonda shu embriologiya laboratoriyasida ishlatish uchun kerak bo'ladigan medialar hamma o'sha tozalashdan boshlab, ya'ni saqlashgacha bo'ladigan barcha mahsulotlarni O'zbekistonga olib kirib kelishgan. Inshaalloh o'zimizni minnatdorchilik bildiramiz va bizni ham doimiy hamkorimiz hisoblanadi. Assotsiatsiyamizni o'ylaymanki, Saidxon bizni hamkorligimiz davom etadi. Yana ko'p yillar birga bo'lamiz inshaalloh. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Mana nihoyat kongressimiz nihoyasiga yetdi. Har narsani boshi bor, oxiri bor degandek, bugun mehmonlarimiz, dunyodagi o'sha nufuzli davlatlardan kelgan olimlarimiz tomonidan bizni kongressimizga berilgan yuqori baho bizni juda ham xushnud qildi. Bundan biz yanada g'ururlanib, kengesi kongresslarimizni bundan da yuqori darajada o'tkazishni o'zimizga rejalab oldik. O'ylaymanki, bizni mutaxassislarimiz bu kongressimizdan kerakli bo'lgan yuqori o'sha saviyadagi chiqishlardan o'zlariga kerakli bo'lgan ilmni olishdi va kelgusida ham ilmiy ishlar qilishda birgalashib qilishni rejalab oldik. Biz ham dunyodagi o'sha eng yuqori texnologiyalar asosida olib bo'layotgan ilmiy genetik tekshirishlar, sun'iy intellektni ishlatish bo'yicha ham birlashib ish olib borishga kelishib oldik. Inshaalloh endi barcha kongress ishtirokchilariga va mehmonlarimizga o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va yana kelgusida birga bo'lamiz har doim va yaxshi kunlarda yana ko'rishish, yangi natijalar bilan ko'rishishni Alloh nasib qildirsin. Rahmat hammaga.